Yetuk olim Nimshehid Armiya Eli Sayrami Uyg'ur hozirgi zamon she'riyatining asoschilaridan biri, danglik shoir va jamoat arbobi Armiya Eli Sayrami 1904-yili Bay nahiyasining Sayram yezisida Eliyaxun ismlik ma'rifatparvar dehqon oilasida dunyoga kelgan. U yezisidagi diniy maktabda savad chiqargandan keyin 1922-yildan 1928-yilgacha Bay va Kuchadagi madrasalarda o'qigan. Bu chaqda uning xalq qo'shiqlari shaklida yozgan Bazar va Mazar nomli tunji she'rlar to'plami qo'lyozma holatda el ichiga tarqalgan. 1929-yili u Qashqarga berib, shu zamonning danglik ilm markazi Xonliq madrasasida o'qigan. Armiya Eli Sayrami kichigidinla zulmga, jaholatga qarshi isyonkor xarakterini yetildirgan ham bu xil ruhni o'rlikka erishishning, ma'rifatlik bo'lishning, yuksak vatanparvarlikning xormas energiyasiga ham ijodiyatdagi harakatlantirgich kuchga aylantirgan bo'lib, Xonliq madrasasida o'qigan mezgilda Madara Aizam cho'ng yarashtirish nomli she'rlar to'plami bilan muhabbat temasida yozilgan Anvarul Huda Haqiqat nurlari nomli qasidasini ro'yobga chiqarib, talantliq shoir sifatida tonilgan. 1933-yili Qashqarda zulmga qarshi xalq qo'zg'oloni portlaganda Armiya Eli Sayrami uningga aktiv qatnashgan ham bir qitimliq jangda bo'yniga o'q tegib hayotidan ayrilg'ili tasliq olgan. Uning mo'jizlarcha hayot qolganligini ko'rgan sabdoshlari shu kundan boshlab uni Nimshehid, ya'ni Yerim shehid deb atashga boshlagan. Shunga u doktorxonadan chiqqandan keyin yozgan she'rlarini Nimshehid degan taxallus bilan e'lon qilgan. U yurtiga qaytib kelgandan keyin yangicha ma'rif va oqartish ishlari bilan aktiv shug'ullangan. 1936-yili 2-oyda Bilim ishqida nomli mashhur she'rini yozib, butkul O'rta Osiyoda zilzila paydo qilgan. Nimshehid 1936-yilning keyingi yarmidan 1945-yili 1-oygacha Aqsu gazeti tahrir bo'limida muharrir bo'lib ishlagan. Bu mezgilda u Uyg'ur xalqi orasiga keng tarqalgan Ming o'y va Farhod she'rin haqidagi rivoyatlarni to'plash, ratlash va tadqiq qilish orqali Ming o'y va Farhod she'rin nomli mashhur dostonni yozib, dunyoviy ulug' shoir Navoiydan keyin bu o'lmas temini o'zgacha tafakkur va badiiy iste'dod nuri bilan yo'ritgan. Nimshehid 1945-yili 10-oyda Sharqiy Turkiston Milliy armiyasining Oqsuga tushgan qismi bilan birga G'uljiga chiqib ketgan, ham Milliy armiya bosh qo'mondonlik shtabi tashkil qilgan tarix yozish ishxonasida ishlagan. 1948-yili 8-oyning 1-kuni elida tinchlik va xalqchilikni himoya qilish ittifoqi qurilganda, u mazkur ittifoqning hay'at a'zosi va uning nashr afkori bo'lgan ittifoq jurnali tahrir hay'atining qo'lliq a'zosi bo'lib saylangan. Bu mezgilda u Ming o'y va Farhod she'rin dostonini to'liqlab yozib, Ili gazetida e'lon qilgan, ham o'z xarajati bilan 3000 nusxa bostirib tarqatgan. U bu jarayonda nuqul she'riyat bilan shug'ullanib qolmay, yana sahna asri ijodiyati bilan shug'ullangan. 1949-yildan keyin u hech qanday amal va imtiyoz tamasida bo'lmay, yurtiga qaytib kelib, onasi va qarindoshlari bilan birga oddiy puxroliq turmushini kechirgan, ham davomli ijodiyat bilan shug'ullangan. Nimshehid 1960-yildan boshlab badiiy ijodiyatning mo'l ham yuqori pallasiga qarab qadam tashlagan. U Uyg'ur klassik adabiyotining esil an'analariga ijodiy varislik qilib, aruz vaznlik she'r shaklini mazmun jihatda yuqori pallaga ko'tarib, o'z davrining ilg'or ideyalarini kuylagan. Uning she'riy dostonlari tilining ravonlik, tushunishlikligi, turoq va ritmlarining tankashligi, qofiyalarining to'q va go'zalligi jihatda bugungi zamon Uyg'ur she'riyati uchun yaxshi namuna bo'lgan. Shoir har xil stilistikalik vositalardan mahirlik bilan foydalanib,
o'z fikrini cho'nqur she'riy hissiyot va jonliq she'riy obrazlar orqali ifodalagan. Hukumlashtirish, qilibbozlik, sho'arvozlik, kalendarchilikdek xohishlardan tirishib saqlangan. Nimshid she'rlarida ifodalangan demokratik ideya, vatanparvarlik va ma'rifatparvarlik ruh uning haqiqiy vatanparvar, xalqparvar shoir, yangi davrning yolqinliq kuychisi ekanligini isbotlaydi. Shoirning o'z vaqtida bir qo'liga qalam, bir qo'liga alam elib, xalqimizning milliy ozodlik ishlari uchun singdirgan jafoliq amgaki uning kurashchan, jangovar hayotining misoli. Afsuski shoir zo'r ijodiy qizg'inlik bilan Ming o'y va Farhod Shirin dostonini oxirgi qitim to'liqlab yezib bo'lib, Gör og'zidan yonganda nomli she'riy romani va Yusuf Zulayxa dostoni ustida jiddiy ishlayotgan paytda atalmış medeniyet zo'r inqilobidan iborat siyosiy terrorlik harakati portlab, uning ashu qimmatli ijodiy amgaklari vayron qilib etilgan va o'zimi mislsiz eg'ir xo'rliqlar va nohaqchilik tufaylidan 1966-yili yoz oylaridan toki 1971-yili 8-oyning 24-kuni echinishli holda bu olam bilan xo'shlashganga qadar tasavvur qilg'usiz ruhiy, jismoniy jihatdan qattiq ziyonkashlikka uchirgan. Oqibat 1971-yili 24-avgust seshanba kuni 66 yoshlik Nimshid turli qiyin qistoqlar va xo'rliqlarga tiz bukmasdan baldurli jon taslim qilgan. Vafot bo'lishdan 11 kun burun, ya'ni 1971-yili 13-avgust juma kuni yozgan tövendiki Pekirning iqrori nomli she'ri bizga Nimshidning ishki hissiyotlari va shu chog'dagi rahimsiz va jirginishlik siyosiy vaziyatni nisbatan ochiq yo'ritib berdi. Patdi ko'ksimga zahar tirnoqlaring ey shumpalak. Urdi qonli qamchisin olchoqlaring ey shumpalak. Qaqshitib yutdi meni patqoqlaring ey shumpalak. Oldi gul o'rni tikan yantoqlaring ey shumpalak. Qon sho'rab chaqdi zuluk chaqqonlaring ey shumpalak. Har qadamda ming to'zoq qiltoqlaring ey shumpalak. Nimshid sobiq milliy armiyadagi ham qalamda ham alamda yetishgan peshqadam inqilobchi bo'lg'achqa, uning ustiga 1962-yildagi Hindiston urushida ko'rsatgan qahramonliklari dushmanni sarosimiga salg'ashqa, vafot bo'lgandan keyinmi yerlikida aram xudo yetish erkinligiga erisholmay, uning jassitimi inson qalbidan chiqqan rahimsiz muomalaga uchirgan. U vafot bo'lishdan ilgari kindiqqini to'kilgan yurtda tezak qog'udi yetishni vasiyat qilgan bo'lsa-mu, orzusiga yetolmagan. Uning ayoli bu aqalli vasiyatni o'rindashqimi amalsiz edi. U zar-zar yig'ilgan holda atrat katavashlarga tavut va namozini tushirib yerlikka qo'yishga odam berishni iltimos qilgan. U chaqlarda masjidlarning hammasi degidek chiqib tashlang'ashqa tavut atrat iskilatidan saqlanatdi. Iskilatchi tavutni berishga bo'lmaydi, chunki tavut zaharlanib qoladi. Uning jasadini qabristonlikqa qo'yishga bo'lmaydi, chunki o'liklarni zaharlaydi deb biljirlab tavutmi bermagan. Shuning bilan o'yning birdan-bir mulki bo'lgan karvatning puti elib tashlanib tavut qilingan. Zaharlansimi mayli deb qaralgan atalmış 4 xil unsurdan 3-4 tavutni ko'tirib mahalla va qabristonlikqa jiroq bo'lgan cho'l tog' bag'ridagi yulg'un tuviga elib berib, musulmonlarning qoidasi bo'yicha yerlik elinmasdan 2 metr cho'nqurlikqa o'rak qo'linib, jasad shu o'rakning ichiga qo'yilib, ondan usti gami yapgan shaklda taxtay bilan etilib, to'pi bilan ko'mib etilgan. Yo'lanchikidan ayrilgan Emir Nisoxon balalarini agashtirib, qorong'u zay g'erib kapsiga qaytib kelgan. Lekin yo'riq kunlar uningga nisb bo'lmay,
1975 yili 6 ayning 29 kuni yakshanba jabr jafo va dard alam dastidan ballari mukchaygan bu chidamchan ona bu vafosiz dunyo bilan baldurli vidolashgan.